Yozni tetik ta'mni qishga saqlab qo'yamiz. O'sha restoranlarda bir grafina palon pulga sotiladigan mojito kompotni uyda o'zimiz tayyorlaymiz. Birinchi bo'lib hamma mevalarni yaxshilab yuvib olamiz. Bankalarni esa duxovkada sterilizatsiya qilamiz. Ishonchli usullardan bittasi. Endi esa mevalarni bankalarga birin-ketin solib chiqamiz. Har bitta bankaga 300 gram olcha, 4-5 dona olma, 4 dona o'rik, keyin esa qaynab turgan suvni mevalarni ko'mguncha quyib chiqamiz. Krishkani yopib 15 daqiqaga qoldiramiz. 15 daqiqadan keyin hamma suvlarni to'kib, bir bo'lakdan limon bilan apelsin ham solamiz. Yalpiz barglari ham esingizdan chiqmasin. Har bir bankaga 250 gramdan shakar solib chiqamiz. Krishkalarni ham 2-3 daqiqa qaynatib olamiz. Boshqa kompot retseptlarida boshida quyilgan suvni qaytadan qaynatib quyishadi, lekin men bu usuldan foydalanmayman, chunki kompot xira bo'lib qoladi. Bankalarimizni teskarisini o'girib, taxlab ustini adyol bilan o'rab qo'yamiz. Qishda ochasiz-u, yozning salqin ta'mini his qilasiz. Tezda o'rningizdan turib, erinmasdan tayyorlab ko'ring. Tarvuzga limon qo'shing va nima bo'lishini ko'ring. Dorixonalar buni bilishingizni istamaydi, chunki ularning mijozlarining yarmi bir kechada yo'qolib ketishi mumkin. Xullas, bir necha bo'lak tarvuz, yarim dona xom lavlagini oling, ustiga bitta limon sharbatini siqing, bir stakan suv qo'shing va hammasini blenderda silliq bo'lguncha yaxshilab aralashtiring. Bu sharbat go'yoki buyrak toshlariga qarshi yo'q qiluvchi quroldir. U yallig'lanishni kamaytiradi, jigarni tozalaydi, qon aylanishini yaxshilaydi va qon bosimini nazoratda ushlab turadi. Undan tashqari teriga beradigan yorqinlik darajasi kuchli. To'g'ri qilsangiz tanangiz sizga butunlikdan ham balandroq rahmat aytadi. Endi yana bir narsani eshiting. Insonlar bilan tanishish sog'lig'ingizga yanada ko'proq foyda beradi. Mana bu hech qanaqa dori va badlarsiz yoshlikni asraymiz qizlar. Eng asosiysi bular tabiiy. Ichamiz va ichdan parvarish boshlaymiz. Lavlagi bu gemoglobin, temir va foliyga boy. Sabzi, tiniq teri hamda vitamin A ni, konni, ko'k olma ichaklarni tozalaydi, qarishni sekinlashtiradi. Sevimli kivi C vitaminini manbai. Apelsin esa mustahkam immunitet va sog'lom teri. Stress va uyqusizlikka yalpiz. Ozishga limon, ustidan suv quyamiz va hammasini blender qilamiz. Buni tarkibida ta'bingizga yoqmay qoladigan birorta mahsulot yo'q. Tayyor sokni sitadan o'tkazamiz va stakanlarga quyamiz. Ranglarini o'ziyoq ishtahangizni ochib yuboradi. Albatta tayyorlab ichib yuring. Yoqqan bo'lsa, yurakchani bosib obuna bo'ling. Yana ko'rishamiz. Wow, mana shitirlashlarni eshityapsizlarmi qizlar? Yoz kunida isib qaynab ketganingizdan shu mohitadan bitta ichgingiz kelib ketdi. Keling, bugun siz bilan mohita tayyorlashni o'rganamiz. Limon va laymonni olib, o'rtasidan ikkiga bo'lib, danalardan tozalab olamiz. Bo'likligi bo'lib, blender qilsa bo'ladigan idishimizga solib, ustidan shakarni, miyata barglarini va ozgina sprayt solib blender qilamiz. Bu bizning mohitoyimizning osnovasi hisoblanadi. Voy, bu blender qilganda shunaqa ham shirin hid chiqadiki, blender qilib bo'lganimizdan keyin grafinimizga setadan o'tkazib sovolamiz. Ustidan limon va laymonni, miyata barglarini va muz solamiz. Va eng kulminatsion nuqtasi 1,5 litr spraytimizni ochib shunda solamiz qizlar. Ko'zni quvnatadigan shedevr go'zalligimiz tayyor bo'ldi. Voy, bu mazali mohitadan ichmabsizlar, bu dunyoga kelmabsizlar qizlar. Albatta bu mohita retseptini saqlab qoling va mohita yaxshi ko'radigan dugonalaringizga yuborib qo'ying. Jazirama yoz yaqinlashmoqda. Videoni saqlab oling. 3 ta apelsindan umumiy hisobda 6 litr. Muzdekkina ice tea va limonad qilishni ko'rsataman. 2 ta apelsin, bitta limonni postini artib, videoda ko'rsatilgandek to'rab olamiz. Shakar va 1 litr suv qo'shib blender qilib oldim. Blender qilingan massani sitidan o'tkazib, yana 2 litr suv qo'shamiz. Hamma suvi bittada solsanglar ham bo'ladi. Men har doimgidek oson va tezroq bitadigan yo'lini tanladim. Grafinga miyata va apelsin solib, tayyorlagan sokimizni quyamiz va aralashtiramiz. Ikkinchi ichimligimiz ice tea. Kastrulkamizga shakar, karkade choy va suv solib, gazga qo'yib, bitta qaynab chiqishi bilan tegini o'chirib dimlab qo'yamiz. Biroz sovigan ichimligimizni sitidan o'tkazib, apelsin va bitta limonni suvini siqib, 2 litr suv qo'shib aralashtiramiz. Ko'rsatib bergan osongina yaxna barakali ichimligim uchun like bosib obuna bo'lib qo'ying. Agar sizni ham boshingiz tez og'rib, kamqonlik, holsizlik qiynayotgan bo'lsa, bu ichimlikni albatta tayyorlab ko'ring. Idishimizga qirg'ichdan chiqarilgan lavlagi, mayiz, to'g'rab olingan apelsin, limon va ketidan novot solamiz. Ustidan suv solib 1 soat past olovda qaynatishga yuboramiz. 1 soat qaynab sovigandan so'ng sitadan o'tkazib, idishlarimizga solamiz. Mazali va foydali ichimligimiz tayyor, albatta tayyorlab ko'ringlar. Aytgancha bu videoni qoniqqan va doim bosh og'rib yuradigan dugonangizga yuborib qo'ying.